toifasi 77,1 kilogramda faoliyat olib boradi. Har ikkisi g'alabali seriyaga ega, mag'lubiyat yo'q. Birinchi raund boshlandi. Aytib o'tilganidek, Otam Boynazarovning bazasi belbog'lik kurash va buni MMA'da ajoyib tarzda qo'llayotgan vakillarimizdan biri sanaladi. Albatta, Otabek Boynazarov ayni damda O'zbekiston MMA vakillari ichida eng uzun g'alabali seriyaga ega jangchilar qatoriga kiradi. 12 g'alabali seriya bu ancha-muncha gap degani, chunki UFC'ga yaqin turgan jangchilarimizdan biri. Warriors chempioni. Magomed Habib Ramazanov esa yaxshi qo'l, aniq. 5 g'alabali seriya qayd etgan Magomed Habib. Barcha g'alabalari muddatdan avval, 4 ta g'alabasi birinchi raundning o'zidayoq. Umuman hakamlar qarorigacha jang qilmagan bu jangchi. Demak, bugun testdan o'tishi mumkin yoki mana o'zining belbog'lik kurashini ko'rsatib qo'ydi mana do'stlar. Demak, birinchi urinishdayoq takedown amalga oshyapti. Ha do'stlar. Mana bunday vaziyatda ajoyib foydalanadi Otam Boynazarov. Anjarani ushlamaslikni aytdi referi. Nazoratni amalga oshirishga harakat qilyapti Otabek. Biroz qiyin bo'lyapti albatta. Yana bir takedownga harakat qilib ko'radi. Chiqib ketdi albatta Ramazonov. Otabek Boynazarov Hamza Chimayevning sparring partnyor hisoblanadi. Buni ham eslatib o'tamiz. Kerakli o'sha mashg'ulot yig'inlariga aynan Otabekni Hamza Chimayev taklif etadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi. Navbatdagi takedown amalga oshish arafasida bo'ynini berib qo'ymaslik kerak. Gilotinaga o'tib ketish arafasida yo'q. O'xshamaydi bu yerda gilotina. Otabek hammasini to'g'ri qildi. Yon tomondan nazoratni amalga oshirishadi. Bek mountga o'tib ketyapti. Boynazarov qulatyapti raqibni. Boynazarov lekin ushlab turish oson bo'lmayapti. Shuncha chandiqni ko'ryapmiz Magomed Habibning tanasida. Juda kuchli tizza zarbalari. O'sha Warriors chempionlik kamari uchun jangda ozarbayjonlik Tohir Abdullayev bilan ham jang xuddi shu ssenariy ostida kechgan edi do'stlar. Otam Boynazarovning birinchi murabbiyi Azizbek Mirkomilov hisoblanadi. Hozirda Nurullo Mirzayev qo'l ostida mashg'ulotlar olib boradi. Shuningdek, Raka MMA Fit zalida Husan Majlimov qo'l ostida ham tayyorgarlik olib boradi do'stlar. Klinch holatida tizza zarbalarini yo'llayapti Otabek. To'ydil harakat qilyapti chiqib ketishga. Ramazonov yaxshi nazoratni amalga oshiryapti. Boynazarov umuman olganda Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Bek Mount qiyin holatga tushiryapti raqibini. Otabek. Zarbalar kerak, mana shunday zarbalar. Bo'g'ishning imkoni bo'lmayaptimi? Zarbalar yo'llayverish kerak. Do'stlar, davom etmoqda ketma-ket zarbalar bilan Boynazarov so'nggi 10 soniya biroz vaqt yetmayapti-da. Referi ham o'zi aktivlik so'radi raqibdan. Bo'lmasa jangni to'xtataman dedi.
Va shu tariqa bir Asosiy jang bo'lgani uchun 5 raund bo'lib o'tadi. Va haftadan 5 raundgacha cho'ziladimi degan savol ham uyg'onib qoldi birinchi raundni ko'rib. ertaroq tugay qolsin, albatta. Otabek Boynazarov g'alabani ertaroq nishonlasin deb umid qilamiz. Yuqoridagi fikrimni tugallab qolaman. Boynazarovlar polvonlar sulolasi sanaladi. Ukasi Odilbek Boynazarov ko'pkari, ya'ni uloqchi, otasi ham Ne'mat polvon, yanglishmasam agar. Mana shunday polvonlar sulolasida. Va ikkinchi raundda ham jang parterga ko'chyapti. Ustunlik hamyurtimiz tarafida. Zarbalar bilan davom ettiryapti Otabek Boynazarov ushbu holatda. Ajoyib. Big Mount. Mana endi vaqt ko'proq. Mana endi hali to'liq o'ta olmadi oyog'i. o'tkaza olmadi. Ramazanov qoldi. Yaxshi. Kerak mana shunday hammerfistlar. Yo'q, bermaydi. Ha. Zarbalar. Hozir pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Otabek va Kimuraga olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Otabek Boynazarov muddatidan oldin Kimura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangni to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga "Men seni sog'ligingni o'yladim" deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Do'stlar, mana takroriy lavha. Kuzatamiz. Qani? Mana Kimuraga o'tib ketayotgan bir palla. Kimura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytganman. Lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-g'alabali seriya va 13-si Markaziy jang g'olibi, победитель, главного boya вечера, O'zbekiston Andijon Otabek Boynazarov. rasmiy e'lonni ham eshitib oldik. Otabek Boynazarov asosiy jang g'olibi. Jang zo'r o'tdi. Hissiyotlaringiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Robbim shunaqa chiroyli g'alabalar berganidan Allohga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Birinchi o'rinda sportga sharoit yaratib berayotgan muhtaram prezidentimizga rahmat. Otajon, onajon, o'g'lingiz har doimgidek mana yutdi. Bu hammasi sizlar duoinglar bilan. Alhamdulillah, Xudolarga shukr. Ligani tashkil qilgan Jasur aka. Jasur akaga rahmat. O'zbekistonda shunaqa chiroyli ligani tashkil qilganing uchun. Xudo xolasa bu ligani UFC o'rniga olib chiqamiz inshaalloh. Rahmat hammaga. Mana Andijon
viloyat hokimimiz Shuhratbek Qo'shaqboyevich yana o'g'lingiz mana g'alaba qozondi. Xodabek Boynazarov. Demak, do'stlar, mangulik barchaga manzur bo'ldi. Albatta, Jasur Alijonov boshchiligidagi jamoaga ushbu turnirni tashkil etganligi uchun, ushbu ligani ajoyib tarzda o'tkazganligi uchun ilk turnirini o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Barcha tashkilotchilarga katta rahmat va Mangu ligasining ikkinchi turniri ham bundan-da qiziqarliroq bo'lishi aniq do'stlar. Demak, do'stlar, Mangu oqshomi mana shunday tarixni yozib birinchi kartini yakunlayapti. Mikrofonlar qarshisida Eshmat Rahmatbek va Shohruh Abubakirov bo'ldi. Xato va kamchiliklar uchun o'z uzrimizni bildiramiz. Menimcha janglar xatosiz bo'ldi degan umidamiz. Ha do'stlar, ko'rishguncha xayr.